Siz biologiya fanidan kuzgi milliy sertifikat imtihonlariga tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Ushbu video orqali siz Kenjayev biologiya milliy sertifikat variantlar to'plamidagi ikkinchi variant yozma ish topshiriqlari savollari tahlili bilan tanishasiz. Demak, biz savollarni tahlil qilishni boshladik. 41-topshiriq. Odamlarda ko'rlikning irsilanishi 3 ta dominant A, B, C genlarga bog'liq. Dominant A va B genlari bitta avtosoma xromosomida to'liq birikkan holda, C geni esa boshqa avtosomada irsilanadi. Genlarning barchasi dominant holda ko'rlik namoyon bo'ladi. Barchasi retsessiv bo'lsa sog'lom genotip bo'ladi. Boshqa barcha hollarda shapko'rlik namoyon bo'ladi. Daltonizm esa jinsiy xromosomda joylashgan retsessiv belgi. Ko'zlari ko'rish qobiliyati to'liq yo'qotgan, daltonizm bilan kasallanmagan, dominant genlarni faqat otasidan olgan ayol, ko'zlari ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotgan va daltonizm bilan kasallangan, otasi shapko'rlik va daltonizm bilan kasallangan avlodida faqat B geni uchragan gomozigota, onasi ham shapko'rlik va daltonizm bilan kasallangan avlodida B geni umuman uchramagan erkak bilan turmush qurgan bo'lsa, quyidagi savollarga javob berishimiz kerak. Demak, topshiriqni bajarish tartibi har doimgidek belgilar va ularni boshqaruvchi genlarni hamda ota-ona genotipini yozishimiz kerak. Bundan tashqari, penet kataklariga ota-onalarning genotiplarini, demak, topshiriqda so'ralgan avlodlarni ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Demak, savollar qanday bo'ladi? Bizda A savolda aytilishicha, ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotgan qiz farzandlarning necha foizi daltonizm bilan kasallangan bo'ladi degan. B savolda esa shapko'rlik bilan kasallangan, daltonizm bilan kasallanmagan yigitlarning tug'ilish ehtimolini topishimiz kerak. Bu ham foizda. C shartida esa avlodlarning necha foizi barcha belgilari bo'yicha sog'lom bo'lishini topishimiz so'ralgan. Xo'p, savolga javob berishimiz uchun albatta biz belgilarni, boshqaruvchi genlarni yoza olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak bizda A va B genlari bitta avtosoma xromosomida bir-biriga birikkan va bu birikish to'liq birikish ekan. Ya'ni, demak, mana bunday A va B ko'rinishda kelar ekan. Agar uchalasi ham dominant bo'ladigan bo'lsa, mana shunday holatda bo'ladigan bo'lsa, bu bizda demak ko'rlikka sabab bo'lar ekan. Demak, ko'rlik. Agar barchasi retsessiv bo'lsa, ya'ni mana bunday holatda bo'ladigan bo'lsa, demak bu sog'lom fenotipni beradi. Shapko'r ham emas, ko'r ham emas. Boshqa holatlarda, ya'ni mana bu yerda dominant allelning bittasi bo'lsa, demak A dominant bo'lsa, keyingi holatda deylik B retsessiv bo'lsa, C ni qanday bo'lishini ahamiyati yo'q. Mana shunday vaziyatda demak shapko'r bo'ladi. Yoki xuddi shu variantni aksi bo'lishi ham mumkin. C ham retsessiv gomozigota bo'lishi ham mumkin. Xullas boshqa barcha variantlarda shapko'rlik namoyon bo'ladi. Keling, buni misol uchun C ni o'rnida mana bunday bo'lishi mumkin yoki C bo'yicha retsessiv bo'lishi ham mumkin deb yozib qo'yaman. Bundan tashqari, demak A bo'yicha retsessiv bo'lib, demak bizda demak B dominant bo'lib, keyingi allel qandaligini bilmaydigan bo'lsak, C ni har qanday vaziyatda demak bizda yana baribir shapko'rlikni namoyon qilaveradi. Yoki ikkitasi birdaniga retsessiv bo'lib, bittasi dominant bo'lib qoladigan bo'lsa, demak bu A, B yoki C bilan bo'lishi mumkin. Bunday holatda ham baribir shapko'rlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun keling bu yerda ularni umumiy shapko'r deb qo'yamiz. Demak, shapko'rlikni ko'rsatadi. Endi bizda yana bir boshqa belgi bor. Bu belgi jinsiy xromosomada joylashgan belgi. Bu belgining irslanish xili retsessiv, ya'ni bizda daltonizm. Daltonizm bilamizki, odatda jinsiy X xromosomaga birikkan holda irslanadi. Dominant holatda bo'lganda kasallik kuzatilmaydi. Bunday holatda odamlar sog'lom bo'ladi. Agar retsessiv allel bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda kasal bo'ladi, ya'ni daltonik bo'ladi. Demak, ranglarni normal ajrata olmaydigan o'g'il va qizlarda yoki erkak va ayollarda mana shunaqa genotip uchraydi. Xo'p, bizda demak ota va ona genotipi uchun ma'lum bir fenotiplar berilgan. Mana shu fenotiplarni yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, qarang, bizda nima deyilyapti? Ko'zlari ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotgan, daltonizm bilan kasallangan, dominant genlarni faqat otasidan olgan. E'tibor bering, dominant genlarni faqat otasidan olgan. Ya'ni dominant genlar faqat otada bo'lgan, onada esa retsessiv genlar bo'lgan. Va shunga asoslangan holda men hozir bu yerda ayolning genotipini yozadigan bo'lsam, barcha belgilari bo'yicha heterozigotal deyman. Chunki dominant genlarni hammasini otasidan olgan. Faqat otasidan olgan. Otasi shunchaki otasidan emas, faqat otasidan olgan. Demak, onada dominant gen yo'q bo'lgan.
Shunga asoslanib bu yerda ayolning genotipini yozadigan bo'lsak, ayolning genotipi bizda bo'ladi. Demak, mana bu yerda avtosoma xromosoma bo'yicha ham heterozigota bo'ladi, chunki otasidan dominant genni olgan, onasidan resessiv genni olgan. Xuddi shunday S bo'yicha ham heterozigotali bo'ladi va jinsiy X xromosomida joylashgan genlar bo'yicha ham shunday, chunki bu kasallanmagan edi. Kasallanmagan bo'lsa dominantda, bu bo'yicha heterozigotali bo'ladi, chunki onasida dominant allel bo'lmagan. Bu qizning onasida aytyapman. Demak, bu turmush qurgan qanday erkak bilan? Demak, ko'zlarning ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotgan bo'lgan va daltonizm bilan kasallangan bo'lgan. Ko'zlarining ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotgan ekan, endi bu yerda otasi shapko'r va daltonizm bilan kasallangan ekan, avlodida faqat B geni uchragan gomozigota qoladi. Ya'ni otasining avlodida faqat dominant B geni bo'lgan va shuning evaziga shapko'r bo'lgan otasi. Demak, otadan oladigan alleli bizda hozir shu yerda dominant B. Ya'ni dominant A bo'lmagani uchun mana bu yerda mana bunday S bo'yicha resessiv bo'lgan. Ya'ni boshqa demak mana bu shapko'rlikka sabab bo'ladigan gen bo'lmagan. Buni resessiv ekanligini ko'rsatib qo'yay. Mana bunday resessiv deb, demak daltonizm bo'ladigan bo'lsa X kichkina d Y ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, endi bu erkakning onasidagi allellarga qarab buning to'liq fenotipik belgilariga asoslanib genotipini yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman bu yerda? Hozir bu erkakning onasining genotipini o'qib ko'ramiz. Demak, onasi ham shapko'rlik va daltonizm bilan kasallangan ekan. Avlodida B geni umuman uchramagan. Avlodida B geni, dominant B geni umuman uchramagan bo'lsa, bu yerda resessiv. Demak, va e'tibor bering, bu yerda B geni uchramagan deyilyapti. Qolgan genlarning uchramaslik haqida, ya'ni dominant allellarning bo'lishi bo'lmasligi haqida ma'lumot aytmayapti. Demak, shundan xulosa qilishimiz mumkinki, bu yerda buning onasida dominant A ham bo'lgan, dominant S ham bo'lgan. Shuning uchun erkakning genotipi mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu yerga yozib qo'yishimiz mumkin. Bu belgisini qo'ygan holda bu erkakning genotipi. Biz mana ota va onaning genotipini aniqlab oldik. Endi mana shu lardan hosil bo'lgan gametalarni pennet katagiga joylashtirgan holda bu yerdagi savollarga javob bersak bo'ladi. Demak, mana bu yerda biz ota va onaning hosil qilish kerak bo'lgan gametalarni pennet kataklariga mos ravishda joylashtirib oldik. Bu yerda demak, ayolning hosil qilayotgan gametalarini ko'rishingiz mumkin. Bu vertikal qator bo'ylab esa erkak hosil qilayotgan gametalarini ko'rishingiz mumkin. Bizdan nima so'ralgan? Bizdan dastlabki birinchi shartda so'ralgan narsa ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotgan qiz farzandlarining necha foiz daltonizm bilan kasallangan bo'ladi deyilyapti. Bu yerda pennet katagini to'ldirishda sizga bir tavsiya berib ketaman. Ya'ni, misol uchun X, Y hosil qiluvchi organizm, ya'ni odamlarda bo'ladigan bo'lsa, mana bu erkakning hosil qilayotgan gametalarini yozayotgan paytingizda birinchi xuddi men yozganim kabi har bir kombinatsiyani jinsiy X xromosoma bilan bog'liq bo'lgan allel bilan yozib, kombinatsiyani yozib oling to'liq. Keyin Y xromosoma bilan. Sababi shunda mana bu olingan avlodni jinsi bo'yicha tahlil qilayotgan paytingizda o'zingizga osonroq bo'ladi. Aralashib ketmaydi. Bizdan so'ralgan narsa, e'tibor bering, bu yerda qiz farzandlar deyilyapti. Demak, mana bunday yozib olish bizga ustunlik berar ekan. Mana shunday yozib oladigan bo'lsak, o'zimizga ancha ishimizni osonlashtirgan holda yordam bergan bo'lamiz. Xo'p, bizda ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotgan qiz farzandlarni topib olamiz birinchi va ularning sonidan keyin biz ularning nechtasi aynan masala shartidagi aytilgani kabi daltonizm bilan kasallangan bo'lishini hisobga olamiz. Xo'p, dastavval shunaqasi, demak, ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotgan qizlarni belgilab olamiz. Bu yerda yuqoridagi mana bu 8 4 32 ta katakchamizda demak qiz farzandlar bor. Mana shularning aynan nechtasida to'liq ko'rish qobiliyati yo'qolganligini belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda demak, mana bu qizda demak ko'rish qobiliyati to'liq yo'qolgan va demak mana bunda ham to'liq yo'qolgan, chunki mana bu A, B, C lar dominant bo'lganligi uchun yozib olyapman. Endi bu qatorda esa demak barchasi yana ko'rish qobiliyatini yo'qotgan bo'ladi. Sababi yuqoridagi gametada dominant A, dominant B, dominant C bo'lib turibdi. Demak, bular ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotgan qiz farzandlar. Yana bormi deyishingiz mumkin. Keyingi katakda demak mana bu yerda S resessiv, bu yerda esa S dominant bo'lganligi uchun mana bu yerda shunaqa bo'ladi. Demak, bu keyingisida S resessiv bo'lgani uchun to'g'ri kelmaydi. Bu yerda
S dominant bo'lgani uchun bu to'g'ri keladi. Keyingisi yana to'g'ri kelmay qoladi. Xo'p, keyingi variantda bizda demak mana bu dominant A, dominant B xuddi shu joylarda yana mana bu yerda demak aytganimiz kabi bo'ladi. Ya'ni ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotgan bo'ladi. Endi bularning orasida ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotganlarning soni nechta ekanini bilib oldik. Bu yerda 4, 4, 8, 8 ga 4, 12. Demak, bizda jami 12 ta, bu 12 ta bizda 100% ni tashkil qiladi. Shularning ichida nechtasi endi daltonizm bilan kasallanganini topishimiz kerak bo'ladi. Daltonizm bizda resessiv holda ishlanadi. Demak, kichkina d bo'lganlarni qidiramiz. Mana bu yerdagilarning birontasi to'g'ri kelmaydi. Bu yerdagilarda demak mana bu to'g'ri keladi. Demak, mana bu to'g'ri keladi. Bu va bu to'g'ri keladi. Demak, bu yerdagi to'g'ri kelmaydi. Mana bu va mana bu to'g'ri keladi. Demak, 6 ta ekan. 6 tasi qancha foiz bo'lishini topadigan bo'lsak, bu yerda x ning qiymati 50% chiqadi. Demak, A sharti uchun javobimiz 50% bo'lishi kerak ekan. Navbatdagi savolda nima so'ralgan? B shartiga ko'ra shapko'rlik bilan kasallangan, daltonizm bilan kasallanmagan yigitlarning tug'ilish ehtimolini top degan savol berilgan. Xo'p, shapko'rlik bilan kasallangan, lekin daltonizm bilan kasallanmagan bo'lishi kerak. Shapko'rlik bilan kasallangan bo'lishi uchun 3 ta dominant bo'lmasligi kerak boshqa variantda va yana qanday bo'lmasligi kerak deydigan bo'lsangiz, yana shunaqa bo'lishi kerakki, barcha belgilar resessiv bo'lmasligi kerak. Yigitlar mana bu yerda 32 ta kontaktning ichida joylashgan. Shu yerdan qidiramiz, e'tibor bering. Yaxshilab diqqat bilan qarab turasiz. Demak, bu qatorni men ola olmayman, chunki A ham, B ham, demak S ham dominant, bu shapko'r emas, to'liq ko'r. Mana bu ham xuddi shunaqa. Endi bu qatorga keladigan bo'lsak, bu yerda S resessiv, lekin bu uni to'ldiradi, shuning uchun bu mos kelmaydi. Va bu quyidagi mos keladi, chunki S resessiv, bu yerda S resessiv, natijada faqat shapko'r bo'ladi. Demak, shapko'r bo'lganda shapko'r bo'ladi faqatgina bizga shapko'r va qanday bo'lish kerak? Demak, daltonizm bilan kasallanmagan bo'lish kerak. Mana bu yerda dominant D bo'lganligi uchun aynan mana buni olsam menda bo'ladi. Xo'p, shuni oldik. Endi buni yuqorisidagini nega ola olmaymiz? Buni ola olmasligimizga sabab mana bu yerda dominant S bo'lganligi uchun mana bu yerdagi S ni to'ldirib, to'liq ko'rib qoladi. Shuning uchun bu bizga kerak emas, kerak bo'lmaydi. Xo'p, bu da ham xuddi shunday vaziyat, S to'ldirib yuboradi. Bu yerda S to'ldira olmaydi. Demak, buni olsak bo'ladi. Demak, bu yerda B shartini bajaryapmiz. Shuning uchun keling, bu yerga demak A emas, B deb yozishimiz kerak edi. Demak, B deb belgilab qo'yamiz. Xo'p, bu yerda demak daltonizm bilan kasallangan bo'lib qoladi. Resessivlarni ola olmaymiz. Demak, bu yerni tekshirib ko'radigan bo'lsak, A si dominant bo'ladi va bu yerda A si dominant bo'ladi, qolganlari S si dominant, B si resessiv bo'ladi. Bu shapko'r bo'la oladi. Buni olsak bo'ladi. Demak, bu yerda A dominant, S dominant, qolgani resessiv, daltonizm bo'yicha sog'lom. Buni olsak bo'ladi. Bundan keyingi bu yerda turganini olgan bo'lsak, bu yerda B si va S si dominant, A si resessiv bo'lgani uchun shapko'r bo'ladi. D dominant allel bo'lgani uchun daltonizm bo'yicha kasallanmagan bo'ladi. Buni ham olsak bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday vaziyat, B si bo'yicha va S si bo'yicha dominant, A si bo'yicha resessiv, daltonizm bo'yicha sog'lom olsak bo'ladi. Xo'p, yana bormi deydigan bo'lsangiz, yana demak bu yerda kerak emas bu bizga. Sababi boya o'tganimdek, mana bu daltonizm bo'yicha demak kasallikni ko'rsatadi. Bizga sog'lom kerak. Bu yerda demak mana buni olsak bo'ladi, sababi A bo'yicha faqat. Bu yerda yana bu yerda A va S bo'yicha, bu yerda faqat A bo'yicha, bu yerda demak B va S bo'yicha, demak bu yerda B bo'yicha. Xo'p, menimcha boshqa qolmadi. Demak, hammasini yozib bo'ldik. E'tibor bering, bu yerda jami 4, 4 plus 2. Jami 10 ta ekan. Bizda jami avlod 16 ta. 16 tani 100% deymiz va 10 tasi qancha foiz bo'lishini topadigan bo'lsak, bizda bu 15,1625% chiqadi. Demak, bu savol uchun to'g'ri javobimiz 15,1625% degan javob bo'lishi kerak edi. Navbatdagi savolga o'tamiz endi. Oxirgi savol, D shartiga ko'ra avlodlarning necha foizi barcha belgilari bo'yicha sog'lom deyapti. Barcha belgilari bo'yicha sog'lom degani, demak, bizda ko'r bo'lmasligi kerak. Uning uchun genotipi mana bunday ko'rinishda bo'lishi kerak. Daltonizm bo'yicha ham sog'lom bo'lishi uchun esa D bo'yicha, demak, gomozigota emas, mana bu yerda D allel, dominant allel bo'lishi kerak. Undan keyin qanday allelning kelishini ahamiyati yo'q. Mana shunday bo'la olishi kerak. Demak, bunday bo'la olish ehtimoli bizda yo'q. Sababi bu yerda mana bu yerda otadan ajralayotgan gametalar bunga yo'l qo'ymaydi. Bu yerda garchi onada mana shunday resessiv allellar bo'lsa-da, jufti
Bunda yo'q. Shuning uchun bunaqasini P-net katagi bo'ylab uchratmaymiz. Shuning uchun bu savol uchun to'g'ri javobimiz 0% degan javob bo'ladi. 41-masalaning tahlili xuddi shu ko'rinishda amalga oshirilishi kerak edi. Agar siz xuddi shunday yechim bera olsangiz, masala uchun ajratilgan maksimal ballni qo'lga kiritasiz. Davom etamiz. Bizda navbatdagi topshiriq 42. 42 topshiriq shartiga ko'ra, odamlarda albinizm avtosomal retsessiv kasallik bo'lib, teri, soch va ko'z pigmenti juda kam bo'ladi bu holatda. Teri va soch juda och rangda bo'ladi. Fenilketonuriya avtosomal retsessiv bo'lib, modda almashinuvi buziladi. Davolanmasa aqliy rivojlanish sust bo'lishiga olib keladi. Kistoz fibroz avtosomal retsessiv o'pka va ovqat hazm qilish tizimida quyuq shilliq to'planadi. Nafas olish qiyinlashadi. Huntington kasalligi avtosomal dominant, asab tizimi zararlanadi, ixtiyorsiz harakatlar va ruhiy o'zgarishlar paydo bo'ladi. Axondroplaziya autosomal dominant, bu yerda dominant E orqali ajratilgan, suyaklar o'sishi buziladi, bo'y past bo'lishlikka, ya'ni mintilikka olib keladigan kasalliklar bo'lib, bu belgilar autosomal xromosomida birikkan holda irsiylanadi. Aynan shu ketma-ketlikda, ya'ni A, B, C, D, E ketma-ketlikda. Bunda A va B genlari to'liq, B, C va D genlari esa chala birikkan. D va E genlari ham to'liq birikkan. B va C genlari orasidagi masofa 42 marganida. C va D genlari orasidagi masofa esa 22 marganida. Qo'sh krasingorning foizi 2%. Huntington va demak axondroplaziya bo'yicha kasal bo'lgan, qolgan belgilari bo'yicha sog'lom bo'lgan pentageterozigota dominant genlarni bir tarafdan olgan organizmlar o'zaro turmush qurgan bo'lsa, quyidagi topshiriqlarga demak yechim qilishimiz kerak bo'ladi. Topshiriqlarni bajarish tartibi har doimgidek, demak belgilar va ularni boshqaruvchi genlarni, ya'ni va ularning ota-onasining genotipini yozishimiz kerak avlodning. Qolaversa, masala shartida so'ralgan topshiriqlardagi avlodlarning genotipini P-net kataklari ichida ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Endi bizda nimalar so'ralgan? Bu yerda albatta mana shu organizmni chatishtirishdan hosil bo'ladigan P-net katagidagi organizmlarga oid bo'lgan savollar berilgan. Savollarga javob berishimiz uchun bu jarayonda qo'sh krassingover qanday bo'lishini o'rganib olishimiz kerak. Odatda trigeterozigota organizmlar o'zaro chatishtirilgandagi qo'sh krassingoverning qanday kechishini bilasiz. Bu yerda ham undan bu ko'p ham farq qilmaydi. Keling, buni sizga tushuntirib o'taman qanday bo'lishini. Demak, bizda 5 ta belgi autosomada birikkan holda ishlanyapti bu yerda. Shu jarayonda nima bo'ladi? Krassingover qanday bo'ladi? Shuni sizga bir karra tushuntirib o'taman. Bu yerda demak bizda pentageterozigota, barcha belgilar bo'yicha geterozigota, demak buni yozib olamiz. Demak DS bo'yicha ham geterozigota va oxirida E genlari bo'yicha ham geterozigotali. Bu yerda demak A va B genlari o'zaro to'liq birikkan. Demak A va B genlari bir-biridan ajralmaydi. B, C va D genlari esa chala birikkan. Bu yerda krassingover bo'lishi mumkin. D va E genlari ham to'liq birikkan. Bizda B va C genlari orasidagi masofa berilgan. Bu yerda keling, uni yozib qo'yamiz. B va C genlari orasidagi masofa teng ekan 42 marganidaga. Bu yerga yozib qo'yishim mumkin. 42 marganida deya. Xo'p, keling, M harfini biroz to'g'rilab yozamiz. 42 marganida. Endi C va D genlari orasidagi masofa esa 22 marganidaga teng ekan. Xo'p, bu bizda teng bo'lyapti 22 marganidaga. Endi qo'sh krassingover, albatta ketma-ketlik shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, qo'sh krassingoverda krassingover bo'layotgan gen bu C geni, demak C ning almashinish foizi bizda 2% ga teng bo'ladi. Shunda B genining krassingover foizini topmoqchi bo'lsam, men shunchaki 42 dan 2 ni ayiraman, chunki B va C genlar orasidagi masofa B ning krassingoveriga C ning krassingoverini qo'shishga teng. Demak, bu yerda 40% ni ko'rsatadi B genining almashinishi. Bu yerda D genining almashinish foizini topadigan bo'lsam, bu yerda ham 22 dan 2 ni ayiraman, chunki boya aytganim kabi C va D genlar orasidagi masofa C ning krassingoveriga D ning krassingoverini qo'shganga teng. Menda C ning krassingoveri 2% bo'lganligi uchun D ning krassingoverini topmoqchi bo'lsam, marganidadan 2 ni ayiramiz. Sababi bu yerda marganida va foiz bir xil o'lchovlilik bir-biriga teng. Bu yerda demak bizda 20% chiqadi. Hozir biz bu yerda genlarning demak krassingover bo'lish foizini ko'rib oldik. Endi bu yerda krassingover qanday bo'lishi haqida yana gaplashib o'tishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun demak men bu genlarni yana qaytadan yozib olaman, sizga tushunarliroq
qilib tushuntirib berishim uchun bu yerda demak barcha belgilar bo'yicha heterozigota, A bo'yicha heterozigota, B bo'yicha heterozigota, demak S bo'yicha heterozigota, D hamda E genlari bo'yicha ham heterozigotali bo'lib turibdi. Bizda A va B genlari to'liq birikkan bo'lar ekan, shunda men hozir B ning krossingoverini amalga oshirayotgan paytimda shunchaki mana bu yerda resessiv B genini almashtirib qo'yolmayman. Ya'ni B krossingover bo'lish kerak-ku S ga nisbatan yakka krossingover. Mana bu almashinayotgan paytda B ni o'zi o'tmaydi. Mana bu A ni ham olib o'tadi. Sababi bu yerda dominant A va dominant B birikkan bo'lsa, bu ham birikkan. Bular bir-biridan ajralmasligi kerak. Bir-biridan ajralmas ekan, shu yerda B ning krossingoverini yozmoqchi bo'lsam, bu qanday bo'ladi? Demak, keling, buni sizga ko'rsatib o'taman. Bu yerda buni nusxa olib olamiz. Demak, bundan nusxa olib olaylik. Xo'p, mana bu yerga olib oldik. Endi bu hozir bizda demak B ning krossingover bo'ladigan bo'lsa, buni biroz o'chirishimizga to'g'ri keladi. Mana buni o'chirib turamiz, keling. Xo'p, B krossingover bo'lganda uning yonidagi genlar qo'shilib o'tadi. Shuni ko'rsatib bermoqchiman hozir sizga. Xo'p, bu degani nima degani? Bu degani, demak, B krossingover bo'lganda resessiv A, resessiv B bo'lib bu tomonga o'tadi. Bu tomonda esa dominant A, dominant B bo'lib qoladi. O'ylaymanki, tushunyapsiz. Ya'ni hozir biz bu yerda krossingover qilganimizda B genlari almashganda mana bular o'zaro qo'shilib almashadi. A, B bo'lib. Bu tomonga dominant A, dominant B bo'lib o'tadi. Va gametalar shunga mos ravishda. Demak, resessiv A, resessiv B, dominant C, dominant D, dominant E bo'ladi. Bu krossingoverlanish hozir bizda mana bu yerda B ning krossingoveri bo'ldi. S ning krossingoveri esa odatdagi kabi bo'laveradi, o'zaro almashinadi, chunki B va S bir-biriga birikmagan yoki D va S ham bir-biriga birikmagan, lekin D ning krossingoveri bo'layotgan paytda mana xuddi hozir yozganimiz kabi birdaniga o'tadi. Mana shuni bilishingiz kerak. Mana shuni tushuna olishingiz kerak. Agar shularni hisobga oladigan bo'lsangiz, albatta bu masalaga yechim qila olasiz. Endi keling, biz bu avloddan chiqishi mumkin bo'lgan zigotalar uchun kerakli bo'ladigan gametalarni pennet katagiga avvaldan joylashtirib olganmiz. Shu sahifaga o'tamiz. Bu yerda demak, ota tomonidan hosil bo'lishi mumkin bo'lgan 8 xil gameta gorizontal va vertikal qatorlar bo'ylab joylashtirildi. Endi bu yerda faqatgina savol shartida so'ralganlarni qidirib topishimiz kerak bo'ladi. Savolning A shartida so'ralganki, bizda nima so'ralgan deydigan bo'lsangiz, sochlarida pigmentlari normal, ixtiyorsiz harakat kuzatiladigan. Sochlarida pigmentlari normal bo'ladigan bo'lsa, bu organizm qanday ko'rinishda bo'ladi? Uning demak genotipi. Endi bu yerda 100% genotipini aytmaymiz. Sababi bizda 100% genotip haqida ma'lumot berilmagan, ayrim fenotiplar berilgan. Demak, sochlarda pigmentlar normal bo'ladigan bo'lsa, albinizm kuzatilmagan, ya'ni albinos emas. Dominant A bo'ladi. Keyingi allelning qanday bo'lishining ahamiyati yo'q va ixtiyorsiz harakat kuzatilar ekan. Ixtiyorsiz harakat kuzatilayotgan bo'lsa, ixtiyorsiz harakat nima ko'rsatardi? Bu yerga qaraydigan bo'lsak, Huntington kasalligida mana ixtiyorsiz harakat bo'ladi. Demak, D bo'yicha dominant alleli bor degani bu. Va kistos fibroz bo'yicha kasal ekan. Kistos fibroz esa bizda S bo'yicha bo'lardi. Bu yerda ko'rsatib o'taman. Keling, mana bu yerda kistos fibroz. Demak, resessiv gomozigota bo'ladi S bo'yicha. Mana shu fenotipni, mana shu genotip ko'rsatadi. Mana shu genotipga mos keladiganlarni bu yerda biz qidirib topishimiz kerak bo'ladi. Bularni qidirib topishdan avval keling, bu yerda biz qilishimiz kerak bo'lgan bir muhim ish bor. Bu yerda bizda qo'sh krossingover 2% bo'lganligi uchun mana bularning krossingover ulushi 1% dan bo'ladi. Buni ulashtiradigan bo'lsak 0.01, bu ham 0.01 bo'ladi. Yaxshi, demak bizda mana bu nokrossoverlar, bu esa krossingoverlarning birinchisi, ya'ni B ning krossingoveri. B ning krossingoveri, demak e'tibor bering, bu yerda 40% edi. Bo'lib beradigan bo'lsa 20% dan to'g'ri keladi. Ya'ni 20% ulushda 0.2, bu ham 0.2 ga teng bo'ladi. Endi bizda D ning krossingoveri qanday bo'lardi deydigan bo'lsangiz, D ning krossingoveriga qaraydigan bo'lsak 20% edi. Buni ham bo'lib beradigan bo'lsak 10% dan bo'ladi. Ulushda 0.1, bu ham 0.1 ga teng bo'ladi. Endi bu qolgani qancha qoladi deydigan bo'lsangiz, bu yerda shu ishni qilamiz. Keling, bu uchalasini o'zaro qo'shadigan bo'lsak, nechta chiqadi? Demak, 60, 62 chiqadi.
Endi nokirosoviylarga qancha to'g'ri keladi deydigan savol tug'iladigan bo'lsa, nokirosoviylarga to'g'ri keladigan qiymat bizda 38% bo'ladi. 38% ni ikkita gametaga teng bo'lib beradigan bo'lsam, 19% ulushda esa 0.19, bunga ham 0.19 ko'rinishda tegadi qiymati. Demak, mana shu ishni amalga oshirishimiz kerak edi. Bundan tashqari bu qatorlar bo'ylab ham yozib qo'yishimiz kerak. Buniki demak 0.19, 0.19, 0.12, 0.2, 0.11, 0.11, 0.101 va 0.101. Endi o'zimizga kerak bo'lganlarini qidiramiz. Ya'ni mana bu yerda qizilda yozib qo'ygan kabilarni topishimiz kerak bo'ladi. Bu A shart uchun. Demak, ular qayerda bor? Xo'p, bizda demak e'tibor bering, A va D si dominant bo'lishi kerak, C si resessiv bo'lishi kerak. Qolganining qanday bo'lishining ahamiyati yo'q. Demak, bu yerda bu qatorni ola olmaymiz, sababi bu yerda hammasi dominant, A si, B si, C si, D, E'lari bo'yicha ham. O'zumman C si muhim bu yerda hozir bizga. Demak, mana bu qatorni ham ola olmaymiz. Demak, bu qatordan qidirsak bo'ladi. Buni ola olmaymiz. Demak, bu hammasi resessiv ola olmaymiz. Bunda A si dominant emas, bunda A si dominant, B si dominant, C si demak resessiv, D si ham resessiv. Shuning uchun buni ola olmaymiz. Keyingisiga o'tyapmiz. Demak, buni ko'radigan bo'lsak, bizda C si ham dominant ekan. Buni ko'radigan bo'lsak, A si resessiv. Buni ko'radigan bo'lsak, A si dominant, B si dominant, C si resessiv, D si bo'yicha dominant ekan. Buni olsak bo'ladi. Demak, bu A. A shart uchun bo'lyapti. Buni olsak bo'ladi. Yonidagini ola olmaymiz. Sababi bu yerda A si bo'yicha resessiv. Xo'p, keyingi qatorga o'tadigan bo'lsak, keyingi qatorda bormi? Keyingi qatorda demak, bu yerda C dominant bo'lgani uchun to'g'ri kelmaydi. Demak, keyingi qatorda demak bo'lishi mumkin, sababi bu yerda C resessiv, bizda A va D dominant, C resessiv bo'lishi kerak. Bu yerda C ham dominant bo'lib qoladi. Mana bu chatishgan joyda, shuning uchun buni ola olmaymiz. Keyingi variant, demak, bu yerda qaraydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Bu yerda bizda D si bo'yicha resessiv bo'lib qoladi. Shuning uchun bu yerdagini ola olmayapmiz. Keyingisiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda C si bo'yicha dominant bo'lib qoladi. Mana bu yerda buni ola olmayapmiz. Bu yerda demak D si bo'yicha resessiv bo'ladi. Buni shuning uchun ola olmadik. Bu yerda A si ham, B si ham, C si ham dominant, shuning uchun ola olmaymiz. Bu yerda demak A si bo'yicha dominant, demak B si bo'yicha dominant, C si bo'yicha resessiv, D si bo'yicha dominant. Buni olsak bo'ladi. Bu A ga kiradi. Bunichi, demak buni tekshirib ko'ramiz. A si dominant, B si dominant, C si resessiv, D si dominant. Buni ham olsak bo'ladi. Demak, hozircha shular. Endi bu qatordan ola olmaymiz, sababi bu yerda C dominant bo'lib qolgan. Shuning uchun keyingi qatorga o'tamiz. Bu yerda demak buni ola olmaymiz, chunki bunda C dominant edi. Bunda A resessiv, shuning uchun buni ola olmaymiz. Bunda ham xuddi shunaqa vaziyat, kamiga C ham dominant mana bu yerda. Mana bu chatishtirishlarni men tahlil qilyapman. Siz ham shunga qarab turibsiz degan umiddaman. Xo'p, davom etamiz. Demak, bu yerda keyingisiga qaraydigan bo'lsak, qanday bo'ladi? Keyingisiga qaraydigan bo'lsam, demak A si bo'yicha dominant, B si bo'yicha dominant, C si bo'yicha resessiv, D si bo'yicha dominant. Demak, buni olsak bo'lar ekan. Xo'p, bu keyingisini ko'radigan bo'lsak, C dominant, buni ola olmaymiz. Buni ko'radigan bo'lsak, bizda demak A bo'yicha resessiv bo'lib qolganligi uchun bu qatordagini biz ola olmaymiz. Keyingi variantni tekshirib ko'ramiz. Keyingisiga qaraydigan bo'lsak, A dominant, B dominant, C demak resessiv va D va E bo'yicha dominant. Muhimi bizga D kerak. Demak, buni olsak bo'ladi. Demak, buni belgilab qo'yamiz. Keyingisini ola olmaymiz, sababi bu yerda C dominant, shuning uchun bu qatordan voz kechamiz. Bu yerda esa demak mana bu oxirgi qatorni ola olmaymiz, sababi bu yerda C dominant. Endi bu qatorda bizga kerak bo'lganlar bormi, yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Bu yerda A dominant, B dominant, mana bu yerda C dominant bo'lganligi uchun, mana bu yerda C dominantlikni berganligi uchun buni ola olmaymiz. Keyingi variantni tekshirib ko'radigan bo'lsak, bu yerda demak C resessiv bo'ladi. Bizda A va B dominant, D ham o'zi umuman A va D dominant ekan, shuning uchun buni olsak bo'ladi. Demak, buni A deb belgilab qo'yamiz. Bizda muhimi A, D dominant, C resessiv bo'lishi kerak edi. Xo'p, keyingi variantni tekshiradigan bo'lsak, keyingi variantda, yonidagi variantda bizda C dominant bo'lib qoladi, shuning uchun buni ola olmaymiz. Bu yerda
olsak bo'lar ekan. Sababi A va D dominant, C esa retsessiv. Keyingi variantda buni tekshirib ko'radigan bo'lsak, bunda A dominant, D dominant, C ham dominant, shuning uchun bu mos kelmaydi. Tashlab ketamiz buni. Keyingisiga o'tamiz. Bizda demak bu yerda A dominantlikni beradi, D dominantlikni beradi, C retsessiv, bu yerda ham retsessiv, demak bu retsessiv bo'la oladi. Buni ham olsak bo'ladi. Keyingisini tekshiradigan bo'lsam, bu yerda ham xuddi shunaqa ekan, ya'ni A dominant, D dominant, C retsessiv ekan. Demak, mana shular jami shunchani tashkil qilyapti. Bular qancha foizni tashkil qilishini topmoqchi bo'lsak, bu yerdagi qiymatlarni ko'paytirish orqali topib olamiz. Demak, keling shu ishni amalga oshiramiz. Bu yerda mana bu A ning ulushi qanchaga teng bo'ladi deydigan bo'lsangiz, 0.01 ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi 0.19 ga. Va bu ulushdagi qiymati bo'ladi, hali foiz bo'lmaydi. Xo'p, ko'paytiradigan bo'lsak, nima chiqadi bizda bu yerda? 0.01 ko'paytirilgan 0.19 dan qanaqa qiymat chiqadi? Xo'p, keling bu yerda mana bu ifodalarni sizga boshqacharoq usulda yozishni ko'rsataman. Ya'ni bu yerda ko'paytirish orqali xato qilib qo'yishingiz mumkin. Ko'proq nollar bilan ishlaganda bu yerda men sizga bir osonroq variantini ko'rsataman. Ya'ni bu variantga ko'ra men faqat foizlarni yozib chiqaman. Keling bu yerga 1% ni o'zini yozib qo'yaman, bu yerga ham 1% ni o'zini yozib qo'yaman, bu yerga esa demak 20% ni bo'lib berganimdagi 10% larni yozib qo'yaman. Bu yerda 20%, bu yerda esa 19% lar turadi. Bu tarafda ham demak 19, 19, 20, 20, 10, 10, 1, 1. Xo'p, mana shu yerda, mana buni qiymatini topmoqchi bo'lsam, bu 1%, e'tibor bering. Bu 19%. 1% ni 19% ga ko'paytirib tashlasam, menda 19% kvadrat chiqadi. Ya'ni foizni kvadrat bo'lib qoladi. Bu foiz kvadratdan qutulib turishim uchun buni demak 100 ga bo'lishim kerak. 100 ga bo'ladigan bo'lsam, shu yerdagi haqiqiy qiymatini topgan bo'laman. Ya'ni haqiqiy foiz qiymatini topgan bo'laman. 100 ga bo'ladigan bo'lsam, menda 0.19 chiqadi. Demak, mana bu yerda ko'paytmalarni yana 100 ga bo'ladigan bo'lsak, foizdagi qiymatni to'g'ri topayotgan bo'lamiz. Demak, bu bizda 0.19 ga teng. Buni tekshirib ko'radigan bo'lsak, bu 20 va 1, 20 ni 1 ga ko'paytirsam 20, 20 ni 100 ga bo'ladigan bo'lsam, bu menda 0.2% ga teng bo'ladi. Buni qiymat topadigan bo'lsam, 20 va 10 ko'paytirsam 200, 200 ni 100 ga bo'ladigan bo'lsam, menda 2% chiqadi ekan. Buni tekshiramiz. Bu bizda 10 va 20, bu ham 2% bo'ladi. Bu demak 10 va 1 ko'paytiradigan bo'lsak 10 bo'ladigan bo'lsak 0.1 bo'ladi. Xo'p, keyingi variantda mana bularni yozamiz. Demak, bu yerda 19 va 1, demak buning foizi 0.19 ga teng. Keyingisida esa demak 20 va 1, demak bu 0.2% ga teng. Bunisi esa 0.1 bo'ladi. Bu qiymat esa 0. Demak 0.1 ga teng. Sababi bu yerda 1, 1, 1. Endi bularning hammasini o'zaro qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, endi biz bu foiz qiymatlarini o'zaro qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bizda qanaqa foiz qiymatlar chiqdi? Mana bu yerda yashil rangda yozganmiz. Bularni o'zaro qo'shib olamiz. Keling. Demak, men ularni yashil bilan yozaman. Bizda 0.19 dan 2 ta bor ekan. Shuning uchun keling 0.19 ni ko'paytirib qo'ya qolaman 2 ga. Sababi bunda bizda 2 ta bor. Demak, yana 2 dan bizda demak ko'rib turganingiz 2 ta bor. Demak, 2 ni ko'paytirib qo'ya qolaman 2 ga. Xo'p, endi bunga yana bizda 0.2 dan ham 2 ta bor. Buni ham ko'paytiramiz 2 ga. Va bizda 0.1 dan ham 2 ta bor ekan. Buni ham ko'paytiramiz 2 ga va oxirida bizda 0.101 bor. Demak, buni ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 0.138 chiqadi. Bu bizda 4 chiqadi. Bu bizda 0.4 chiqadi. Bu esa bizda 0.2 chiqadi. Bu o'z qiymaticha yoziladi. Qo'shadigan bo'lsak, mana bu 0.138 ga 0.4 ni qo'shadigan bo'lsak, 0.178. Buni qo'shadigan bo'lsak, 0.198. Va mana buni qo'shadigan bo'lsak, 0.199. Va unga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, 4.1000 dan, demak, 1000 dan debman, uzr, 100 dan 99% ni ko'rsatadi. Demak, masalamizni A sharti uchun javobimiz 4.199 degan javob berishimiz kerak ekan. Davom etamiz. Keyingi sharti. Keyingi shartida albinizm, fenilketonuriya hamda axondroplaziya bo'yicha sog'lom,
qolgan kasalliklar uchraydigan organizmlar hosil bo'lish ehtimolini top degan. Demak, bizda albinizm bo'yicha sog'lom bo'ladigan bo'lsa, uning genotipi qanday bo'lardi? Demak, uning genotipida dominant A bo'lardi. Va bundan tashqari, keling bizda yana fenilketonuriya bo'yicha ham sog'lom bo'lish kerak ekan. Fenilketonuriya resessiv B orqali ishlanayotgan bo'lsa, demak dominant B alleli bo'lish kerak bo'ladi bu yerda. Va demak axondroplaziya bo'yicha ham sog'lom bo'lish kerak. Bizda demak axondroplaziyaning ishlanish xiliga qaraydigan bo'lsak, bu bizda dominant E geni bilan kelib chiqadigan kasallik avtosomadagi va biz bu yerda sog'lom deb yozmoqchi bo'ladigan bo'lsak, unda bizda E bo'yicha retsessiv bo'lish kerak bo'ladi. Qolgan kasalliklar uchrashi kerak. Ya'ni qaysi kasalliklar bor edi? Bizda S geni bilan boshqariladigan, demak, kistoz fibrozi bor edi. Bu bo'yicha kasal bo'ladigan bo'lsa, demak, S bo'yicha ham resessiv gomozigota bo'lish kerak degan. Va demak, yana bitta qolib ketyapti. Bizda D bilan boshqariladigan, D bilan boshqarilsa bizda Huntington kelib chiqardi. Huntington bo'yicha ham kasal bo'ladigan bo'lsa, bizda dominant D bo'lish kerak degan. Endi D ni oxirida bu yerda yozib qo'yamiz. Xo'p, bu yerda yozishimiz o'zi aslida xato. Demak, o'zi bunaqa yozishimiz ham aslida xato. Demak, biz pennit katagining ichiga joylashtirganimiz kabi mana bu yerdagi gametlar singari yozishimiz kerak. Bu yerda hozir mana bu D ni tartibini keling to'g'rilab olaylik. Bizda ketma-ketlik bo'yicha bo'lsin. Demak, A, B, C, D dominant, E resessiv bo'lish kerak. Mana shunday holatda bo'lish ehtimolini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Bu qatorni esa o'chirib qo'yamiz keling. Xo'p, demak biz buni hisoblaydigan bo'lsak, demak mana shunaqalarni qidiramiz. Demak bizda A, C, B, C, D, C bo'yicha dominant, C va E bo'yicha resessiv bo'lish kerak. Bu qatordagilarning birortasi mos kelmaydi. Demak, bu yerdan tekshirib ko'rsak bo'ladi. Demak, bu yerda lekin hammasi dominant, bu yerda hammasi mana bu qator bilan resessiv bo'lib qoladi. Demak, bu yerda uchratishimiz mumkin emas. Demak, A resessiv, bu yerda demak bizda D resessiv bo'lib qolyapti. Bu yerda yana D resessiv, bu yerda esa demak bizda ko'rib turganingiz kabi A resessiv bo'lib qoladi. Mana bu yerni nazarda tutyapman men hozir. Bu yerda esa yana A resessiv bo'lib qoladi. Bu qatorga o'tadigan bo'lsak, bu qatorda demak mana bu yerda C dominant bo'lib qolardi. Bu qatorni tekshirishimiz shart emas edi. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizda B resessiv bo'lib qoladi. Shuning uchun mana bu yerdagi katakni biz ola olmaymiz bu shartimiz uchun. Bu yerda A resessiv, bu yerda demak bizda E bo'yicha dominant bo'lib qolar ekan. Bu qatordagilarni o'zi umuman olmasligimiz kerak ekan. Mana bu yerda E dominant bo'lganligi uchun. Bu yerda esa mana bunda bizda A va B dominant to'g'ri keladi. D dominant bo'lishi kerak. Shuning uchun mana bu yerdagi qatorda demak bizda C ham dominantni ola olmaymiz. Mana bu qatorda demak olsak bo'ladimi? Demak A dominant, qarang bu yerda B dominant. Demak e'tibor beradigan bo'lsak C resessiv, lekin D ham resessiv bo'lib qolishi uchun buni ola olmaymiz. Bu yerda demak bizda E bo'yicha dominant bo'lib qoladi. Bu yerni ola olmaymiz. Bu yerda bizda A dominant, B dominant, C resessiv, D ham resessiv. Shuning uchun bu yerdagini ham ola olmas ekanmiz. Bu yerda tekshiradigan bo'lsak, bu da C dominant mos kelmaydi, bu yerda C dominant mos kelmaydi. Demak, shu yergacha mos kelmadimi? Bu yoqda ham mos kelmaydi. Qarab chiqadigan bo'lsak, bu yerda C dominantligini ko'rib turibsiz, bu yerda esa E dominantligini ko'rib turibsiz. Bu yerda ham E dominant, bu yerda ham C dominant. Bu tomonlar to'g'ri kelmaydi. Demak, B shartimizdagi kabi genotip yoki mana shu fenotipga mos keluvchi genotiplar pennit katagining ichida yo'q ekan. Yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz bu yerda 0% degan javobni berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bu ham foiz belgisi bor. Demak, C shartida esa nokrossomer organizmlarning hosil bo'lish ehtimolini topish so'ralgan. Bizda ular qayerda ko'rsatilgan deydigan bo'lsangiz, mana bizda nokrossomerlar. Mana shular nokrossomerlar. Qolgan variantlardagi hammasi krossoverlar. Xo'p, buni topmoqchi bo'lsak, qarang, e'tibor bering. Bu yerda avval men 19 ni, demak, 19 ga ko'paytiradigan bo'lsam, nechidir foizning kvadrati bo'lib ketadi. Xuddi boyagi kabi bu yerda 19 ni 19 ga ko'paytirib, keyin 100 ga bo'ladigan bo'lsak, mana shu yerdagi bitta katakning foizi qancha bo'lishini topishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun biz 19 ni kvadratga oshiramiz. 19 ning kvadrati 361 bo'ladi. Uni 100 ga bo'ladigan bo'lsak, foiz qiymati kelib chiqadi. Bizda 3.61 bo'ladi. Mana bu yerdagi har bitta katakning qiymati. Bu ham 3.61. Demak, mana bu katak ham 3.61 va mana bu 6, bu ham 3.61. Demak, 3.61 dan 4 ta bo'lish kerak. Keling, shu yerda 3.61 ko'paytirilgan 4 deb qo'yaman. Mana shu bizda nokrossover organizmlarning ulushi hisoblanadi. Bu esa foizda 14.44% degan. Bu yerga ham yozib qo'yishimiz mumkin. 14.44% deya. Xo'p, keyingi shartida so'ralgan savolga javob beramiz. Bu shartda bizda bo'y past, teri va soch juda och rangda, aqliy rivojlanish sust, o'pka
va ovqat hazm qilish tizimida quyuq shilliq to'planmaydigan organizmlarning hosil bo'lish ehtimolini topish so'ralgan. E'tibor bering, bu yerda demak D shartini bajaryapmiz. Demak bizda qarang, bo'yi past bo'lishi kerak. Bo'yi past bo'lishi kerak. Bundan tashqari teri va soch juda och rangda bo'lishi kerak. Bu degani albinizm degani. Albinizm bo'yicha demak uchrash uchun resessiv gomozigota bo'lishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari bo'yi past hamda aqliy rivojlanish sust degan. Aqliy rivojlanish sust degani nima degani? Aqliy rivojlanish nima bilan bog'liq edi? Demak, biz biroz mana bu sahifaga qaytib qaraymiz. E'tibor bering, bu yerda aqliy rivojlanish sust bo'lishi uchun fenilketonuria uchrashi kerak. Demak, bu yerda B bo'yicha ham resessiv gomozigota bo'ladi. Va bundan tashqari o'pka va ovqat hazm qilish tizimida quyuq shilliq to'planmas ekan. Demak, bu qanday kasallik shunga sababchi bo'lardi? Demak, bizda bu mana bu demak axondroplaziya bilan bog'liq edi. Mana shunday holatda voy uzr keling. Bunday emas ekan. Kistoz fibrozda mana shunday hodisa kuzatilardi. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, kistoz fibrozda aynan mana shu holat kuzatilardi. Demak, mana bu kasallik resessiv holatda namoyon bo'lardi. Shunday holatda demak o'pka va ovqat hazm qilish tizimida quyuq shilliq qavat to'planardi va nafas olish qiyinlashishiga sabab bo'lardi. Bizda mana shu yerda shartida esa quyuq shilliq to'planmasin degan ekan. Demak, to'planmaydigan bo'lsa S bo'yicha dominant bo'ladi. Xo'p. Demak, S bo'yicha dominant holatda bo'ladiganlarini qidirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. S bo'yicha dominant. Endi D bo'yicha qanday bo'lish haqida ma'lumot yo'q, lekin bo'yi past bo'lsin deyapti. Bo'yi past bo'lishiga nima sababchi bo'lar edi? Bunga ham qarashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda axondroplaziya bo'lganda suyaklarning o'sishi buzilib, bo'yi past, ya'ni mittilikka, paykanallikka sabab bo'lardi. Demak, bizda dominant E bo'lishi kerak ekan. Xo'p, dominant E. Yaxshi. Demak, S dan keyin D ni qanday bo'lishini ahamiyati yo'q, lekin E dominant allel saqlash kerak. Mana shundaylarni qidirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu pennet katagining ichidan. Xo'p, bunaqalarini demak pennet katagi bo'ylab qidirib topib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bizda demak S va E dominant bo'lsin, A va B resessiv bo'lsin. D ni qanday bo'lishini umuman ahamiyati yo'q. Mana shu shartni qanoatlantiradiganlarni demak biz mana bu pennet katagi ichidan qidirishimiz kerak hozir. Keling buni qora rang bilan yozib ketaman. Mana shu D shartini qanoatlantiradiganlarni bular qaysilar bo'ladi? Demak, bizda A va B resessiv, S va E dominant bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu yerda buni olsam bo'ladi. Demak, S va E dominant. Bu yerda keling, E ni dominantligini ko'rsatish uchun buni o'chirib tozalab olaman. Qarang, mana bu yerda E dominant, S dominant, A va B resessiv. Demak, mana bu yerda D shartini qanoatlantiradigan bitta demak fenotipni beruvchi genotip bor. Bizda keyin yana A, B dominant, S va demak A, B resessiv, S va E lari demak dominant bo'lgani qaysilar deydigan bo'lsangiz, bizda mana bu xuddi shunaqa hisoblanadi va qolaversa buning yonidagi ham xuddi shunaqa. Mana buni ham moslab olsak bo'lar ekan. Demak, bundan keyingisida demak e'tibor bering, A va B dominant mos kelmaydi, A va B dominant mos kelmaydi, A va B resessiv, S va E dominant bu mos keladi. O'zi umuman buni osonroq topishning usuli bormi desangiz, ha, usuli bor. Demak, biz mana bunaqalarni qidirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bularning ichidan A va B resessiv, S va E dominant bo'lganlari demak bizda mana bu xuddi shunaqa va yana A va B demak resessiv, S va E dominant bo'lganlar bormi? Demak, bizda boshqa bundaylar kuzatiladimi? Xo'p, kuzatilmaydi. Aynan mana shu bilan bizda to'ldirib beruvchi bo'ladi. Boshqa bunaqasini ko'rmayapmiz bu yerda. Bormi yoki yo'q? Mana bu da S resessiv, to'g'ri kelmaydi. Lekin mana shu bilan to'ldirib keladiganlar bor, e'tibor bering. Mana buning o'zi ham to'ldirib kelishi mumkin. Bu tarafdan ham xuddi shuni belgilab qo'yishim mumkin. Ya'ni mana bu yerda buni alohida belgilab qo'yadigan bo'lsam, mana shular bilan bog'liq bo'ladi, e'tibor bering. Demak, bu yerda keyingisida demak dominant bo'lib qoladi, bu esa mos keladi. Demak, mana bu ham D ga kiradi. Bu qatorda ham mos ravishda kelaveradi. Demak, bu keyingisi kelgan bo'lsa, e'tibor bering, oxiridagi mana bu kelishi mumkinmi? Ha, albatta kelishi mumkin, xuddi mana bu kabi. Demak, bu yerda bitta kelgan bo'lsa, bitta katak tashlab, keyingisida
demak keladi degani bu. Chunki mana bu yerda qarang, bittasidan keyin yo'q va keyin bitta bor. Bu yerda ham xuddi shunaqa. A va B resessiv, S va D E'lar dominant. O'zi D'ning ahamiyati yo'q. E dominant bo'lsa yetarli hisoblanadi. Demak bizda mana shu D'lar bor ekan. Boshqa D'lar bo'lishi mumkinmi deydigan bo'lsangiz, boshqa variantda to'ldiruvchilar ham bo'lishi mumkin. Demak, bunaqalarni ham qidirib ko'ramiz. Demak, qayerda shunaqa to'ldiruvchilar bor? Xo'p, demak, yana o'zaro to'ldiruvchilar bo'lishi mumkin. Bularni ham inobatga olishimiz kerak bo'ladi. A va B resessiv, S va E dominant bo'lganlari demak to'ldiruvchi sifatida. Mana bunda A va B resessiv, demak S dominant bo'lgan, lekin E esa resessiv bo'lgan bo'lsa ham to'ldirib beradigan bo'ladi. Xo'p, qidiramiz shunaqasini. Demak, mana bizda bu yerda E resessiv, lekin S resessiv bo'lsa ham bo'laverardi. Chunki E bo'yicha to'ldirib beradigan bor. Mana bu ham xuddi shunga o'xshash. Chunki e'tibor bering, bu yerda demak D dominant, E dominant. Lekin S bizda mana D'ni o'z ahamiyati yo'q. Bu yerda D'ni belgilashimiz shart emas. Bizda muhimi E dominant. Mana bu yerda S resessiv deyishingiz mumkin. Bu yerda esa S dominant bo'lganligi uchun bu yerda to'ldirib beradi. Shuning uchun bu D'ni olishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa vaziyatda biz yana olishimiz mumkin bo'lgani xuddi shunga o'xshashi mana bu qatorlardan ham kesishgan joyda bo'ladi. Xo'p, bu qayerda joylashgan deydigan bo'lsangiz, bu bizda demak mana bu yerda joylashgan bo'ladi. E'tibor bering, xuddi shunga o'xshash mana bu joyda turadi. Demak, mana bu A va B resessiv, bu yerda S ham resessiv bo'lib qolgan, lekin mana bu S dominant bo'lganligi uchun bu yerda dominant to'ldirib beradi mana bunday holatda va E shunaqasiga ham dominant. Demak, mana shularning foiz ehtimolliklarini o'zaro qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bu 20%, bu esa 19%. Ko'paytiradigan bo'lsam 380. 100 ga boradigan bo'lsam, demak 3.8% ga teng bo'ladi bu. Xo'p, buni qiymatini topadigan bo'lsam 20 ga 20 400, 400 100 ga boradigan bo'lsam 4% ni tashkil qiladi. Buni topadigan bo'lsam bu yana 380, 100 ga boradigan bo'lsam 3.8 ni tashkil qiladi. Bunga e'tibor qaratasiz, bu 20, bu 10. Ko'paytirsam 200, 200 100 ga boradigan bo'lsam 2% ni tashkil qiladi. Bu esa 20 va 1. 20 ni 100 ga boradigan bo'lsak 0.2% ni ko'rsatadi. Bu yerda demak 10 va 20, 200, 200 100 ga boradigan bo'lsak 2% ni ko'rsatadi. Bu esa demak 0.2 ga teng, sababi 20 ni bo'lishimiz kerak bo'ladi 100 ga. Buni ehtimolligi nimaga teng deydigan bo'lsangiz, bu 10 ni 100 ga bo'lganimizga teng, bu 0.1 degan. Bu yerda ham xuddi shunaqa vaziyat, ya'ni 10 ni 100 ga bo'lishimiz kerak 0.1. Mana shu yerdagi ehtimolliklarni o'zaro qo'shib chiqadigan bo'lsam, D shartida aytilgan fenotipni ko'rsatuvchi organizmlarning ulushini topgan bo'laman foizda. Mana shu aynan bizda ehtimollikni ko'rsatadi. Xo'p, bu yerda 3.8 ga 3.8 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda 7.6 ga teng bo'ladi. Demak, keling bu yerda yozib qo'yaman. 7.6 plus bizda yana o'xshash bo'lgan sonlar. E'tibor bering, mana bu yerda 2 va mana bu yerda 2 qo'shadigan bo'lsak 4, mana bu 4 ga qo'shadigan bo'lsak, bularni o'zaro 8 ni beradi. Bularni biz avvalroq hisoblab olganmiz. Demak, plus 8. Va bizda 0.2 va 0.2 dan ham ikkita bu o'zaro qo'shadigan bo'lsak 0.4 degan. Plus 0.1 dan ikkita, bu esa 0.2 degan. Qo'shadigan bo'lsak, mana bu va mana bu qo'shilganda bizda 15.6 plus 0.4 bilan o'zaro qo'shilganda bu 16, 16 ga 0.2 ni qo'shadigan bo'lsak 16.2% ni ko'rsatadi. Demak, 42-masalaning oxirgi savoli uchun biz 16.2% degan javobni berishimiz kerak ekan. Biroz avval sizlar bilan 41 hamda 42 savollarning tahlilini ko'rib chiqdik. Endi esa 43 topshiriqning tahlilini ko'rib o'tamiz. Topshiriq shartiga ko'ra, no'xat o'simligida poyasining uzun bo'lishi kalta bo'lish ustidan to'liq dominantlik qiladi. Uzun poyali heterozigota o'simlik bilan kalta poyali no'xat chatishtirildi. Changchida dastlab 5600 ta mikrosporatit mavjud edi. Ularning 4dan 3 qismidan mikrospora hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan mikrosporalarning 15% dan chang hosil bo'lgan. Changlarning 5dan 3 qismidan spermiya hosil bo'ldi. Spermiyalarning ma'lum qismi urug'lanishda qatnashdi. Urug' kurtagida esa 12500 ta megasporatitning 40% dan megaspora hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan megasporalarning 60% dan murtak xalta hosil bo'ldi.
murtak xaltaning 40% urug'lanishda qatnashgan. Olingan urug'larning genotipi teng nisbatda bo'lsa, quyidagi savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda qanday savollar bor? Bu yerda urug'lanishda qatnashmagan spermiylarning xromosoma sonini topishimiz kerak. Hosil bo'lgan urug'larning, demak, nechta urug'i uzun poyali bo'lganini aniqlashimiz kerak va urug'lanishda qatnashmagan changdan hosil bo'lgan, demak, nechtasi kalta poyali bo'lishi mumkinligini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu jarayonda biz gulli o'simliklarda urug'lanish jarayoniga bog'liq bo'lgan gametogenez jarayonini to'g'ri tushuna olishimiz, to'g'ri tahlil qila olishimiz kerak bo'ladi. Bizda bilamizki, demak, spermiyaning hosil bo'lishi bir qancha yo'lni bosib o'tadi. Buni yozma savollarda quyidagicha yozishimiz mumkin. Ya'ni spermiyaning hosil bo'lish jarayoni, demak, bizda mikrosporatsit, Xo'p, mikrosporatsit deya turib, bu yerga bitta mikrosporatsit deymiz, hosil qiladi 4 ta mikrosporani, demak, mikrospora. Mana shunday sxema yozishingiz kerak bo'ladi. Keyinchalik har bitta mikrospora bitta chang donasini hosil qiladi. 4 ta mikrospora bo'ladigan bo'lsa, 4 ta chang donasi hosil bo'lishini mana bunday ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Va har bitta chang donasida 2 ta spermiya hosil bo'lganining evaziga oxirida bizda 8 ta spermiya hosil bo'ladi. Demak, spermiyalarning soni 8 ta bo'ladi. Bu yerga 8 ta deb yozishimiz shart emas, shunchaki 8 ta ekanligini ko'rsatishimiz yetarli. Ta so'zini yozishimiz kerak emas. Bu sxemani shunday ko'rsatib qo'yib, hisob ishlarini bu yerda amalga oshirasiz. Ya'ni bu yerda misol uchun jami miqdordagi hujayralarni ko'rsatasiz. Bu hujayralar deyilganda men hozir mikrosporatsit, mikrospora va hokazo spermiya nazarda tutyapman. Demak, bizda qatnashgan qismini esa, demak, bu yerda yuqorida yozamiz. Bu xuddi kimyoviy reaksiyada demak sarflangan va hosil bo'layotgan moddalarni topishga o'xshaydi. Ya'ni biz reaksiyaning mana bu reaksiya bo'ladigan bo'lsa, reaksiyani mahraj qismiga uning o'zining molekulyar massasini yuqoriga sarflanganini yozardik. Xuddi shunday qilamiz hozir bu yerda, faqat bu yerda jami miqdorini ko'rsatamiz. Bizda jami mikrosporatitning soni 5600 ta edi. Demak, 5600 ta mikrosporatsit, bu jami mikrosporatsit. Keling, bu yerda 5600 ni yozib olaman. Mana shuning 4 dan 3 qismdan mikrospora hosil bo'lgan. Demak, bu 4 qism bo'ladigan bo'lsa, bizda 3 qismdan mikrospora hosil bo'lgan. 3 qismini topadigan bo'lsam, bu yerda menda 4200 chiqadi. Demak, 4200 ta mikrosporatsit mikrospora hosil qilishda qatnashgan. Bitta mikrosporatsit 4 ta mikrospora hosil qilsa, demak 4200 ta mikrosporatsit hosil qilgan mikrosporalarning soni 4 marta ko'p bo'ladi. 4 kara 0 0, 4 kara 0 0, 4 kara 2 8, 4 kara 4 16. Demak, 16800 ta mikrospora hosil bo'ladi. Endi bu mikrosporalarning hammasi ham chang hosil qilmagan, 15% dan chang hosil bo'lgan. Demak, bizda bu miqdor ko'rsatadi 100% ni, bizga kerak qatnashgan qismi 15%. 15% ni topadigan bo'lsak, bu yerda bizda 2520 degan qiymat chiqadi. Demak, 2520 ta mikrospora chang hosil qilgan. Odatda bilamizki, bitta mikrospora bitta chang hosil qiladi. Demak, 2520 ta mikrospora hosil qilishi mumkin bo'lgan changlarning soni jami miqdor 2520 ni tashkil qiladi. Endi bu changlarning 5 dan 3 qismidan spermiya hosil bo'lgan. Demak, bu yerda bu miqdorni biz jami 5 qism deydigan bo'lsak, 3 qismini topib olishimiz kerak bo'ladi. 3 qismini topadigan bo'lsak, bizda bu 1512 ta chang chiqadi. Har bitta changda ikkita spermiya borligidan foydalanib, 1512 ta changdagi jami spermiyalar topadigan bo'lsak, bizda 3024 ta spermiya kelib chiqadi. Demak, jami hosil bo'lgan spermiyalarning soni 3024 ta ekan, lekin ularning ma'lum bir qismi urug'lanishda qatnashgan. Qanchasi qatnashganligini hosil bo'lgan urug'lardan topib olsak bo'ladi. Xo'p, buni qayerdan topamiz? Biz buning uchun megasporotsitdan murtak xaltaning hosil bo'lish jarayonini ham tushunishimiz kerak bo'ladi. Keling, bu gametogenez jarayonini ham yozamiz bu yerda. Demak, bizda birlamchi jinsiy hujayra hisoblangan megasporotsitlar bor. Megasporatsit. Xo'p, bu megasporotsitlar keyinchalik megasporalarni hosil qiladi. Megaspora hosil bo'layotgan megasporalarning soni 4 ta bo'lsa-da, bittasi keyingi bosqich o'tganligi uchun, demak, bu megasporalardan, demak, keyin bizda nima hosil bo'lardi? Murtak xalta hosil bo'lardi. Shuning uchun bu yerga keling, murtak xalta deb yozib qo'yaman. Demak, murtak xalta. Xo'p, murtak xaltaning hosil bo'lishi, demak, ketma-ket meyoz bo'linish orqali sodir bo'ladi. Bilasiz, undagi hujayralar to'lib olish uchun meyoz bo'linish kerak bo'ladi. Bu yerda biz bo'linishlarni yozishimiz shart emas, shunchaki umumiy sxemani yozib qo'yishimiz kifoya bo'ladi. Bizda demak, jami miqdordagi bor bo'lgan megasporotsitning soni qancha ekan? Demak, bu yerda
Keling, chalg'ib ketmaslik uchun yana yozib qo'yaman. Bu yerda jam miqdorini ko'rsatamiz. Yuqori qismda esa qatnashgan miqdorini ko'rsatamiz. Demak, qatnashgan miqdorini ko'rsatamiz. Megasporatitlarning jam soni 12500 ta ekan. Demak, 12500 ta. Bu 12500 taning bizda demak 40% dan megaspora hosil bo'lgan. Bu miqdor bizda 100% bo'ladigan bo'lsa, biz buning 40% miqdorini topib olishimiz kerak bo'ladi. 40% hisoblaydigan bo'lsam, menda bu demak 5000 taga to'g'ri keladi. Demak, 5000 ta megasporatitdan megaspora hosil bo'lgan. Odatda bittasidan 4 ta hosil bo'ladi-ku, lekin bittasi keyingi bosqichga o'tganligi uchun men bu yerda kerakli bo'lgan megasporaning sonini yozib qo'yaman. Jami miqdorda bu bizda 5000 tani tashkil qiladi. Bu yerga 50 ming yozilib ketdi, 5000 ta. Va bu 5000 ta bizda 100%. Endi uning 60% dan murtak xalta hosil bo'lgan. Demak, bu 100% bo'lsa, men bu yerda uning 60% qancha bo'lishini topib olishim kerak bo'ladi. 60% ni topadigan bo'lsam, bu yerda 3000 chiqadi. Demak, 3000 ta megaspora murtak xalta hosil qilgan. Bitta megaspora, bitta murtak xaltani hosil qiladigan bo'lsa, jami hosil bo'lgan murtak xaltalarning soni menda 3000 ta chiqadi. Endi e'tibor bering, hosil bo'lgan murtak xaltaning 40% urug'lanishda qatnashgan. Demak, bu miqdor jami 100% bo'ladigan bo'lsa, urug'lanishda qatnashgan murtak xaltani topadigan bo'lsam, bu yerda 1200 ta chiqadi. Demak, yozib qo'yamiz, 1200 ta. 1200 ta murtak xalta bo'lgan bo'lsa, 1200 ta murtak xaltani urug'lantirish uchun har bittasi 2 ta spermia sarflanadigan bo'lsa, sarflanadigan spermiyalarning soni ham bizda kelib chiqadi. Bu necha bo'ladi deydigan bo'lsangiz, demak 2400 bo'ladi. Demak, mana bu yerda ishtirok etgan spermiyalarning soni 2400 ta ekan deb yozib qo'yishimiz mumkin. Endi savollarga javob bersak bo'ladi. Urug'lanishda qatnashmagan spermiyalardagi xromosomlar sonini top degan. Buning uchun jami spermiyalar sonidan ayirib tashlaymiz, ya'ni 3024 dan ayiramiz 2400 ni, bizda bu 624 chiqadi. Spermiyaning to'plami n bo'lganligi uchun mana bu yerda 2n 16 ga teng bo'lsa, n 8 ga teng bo'ladi. Demak, 624 ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi 8 ga. Bu 4992 ta xromosoma degan. Demak, shu qism uchun xuddi shu javobni berishingiz kerak bo'ladi. B qismida esa hosil bo'lgan urug'larning nechtasi, demak, uzun poyali bo'lishini topishimiz kerak ekan. Demak, hosil bo'lgan urug'larning soni nechta deydigan bo'lsangiz, jami bizda 1200 ta urug' bor edi. 1200 ta urug'larning fenotipi qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bizda chatishtirilayotgan o'simlik heterozigotali va resessiv gomozigotali edi. Nega bunday deyapman? Chunki uzun bo'lishi dominant, kalta bo'lishi esa resessiv A orqali ifodalanadigan bo'lsa, bizda olinadigan avlodning fenotipi heterozigota yoki resessiv gomozigota. Bu genotiplarning uchrashi bizga teng nisbatda bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda 1200 ni 2 ga bo'lib qo'yishim kifoya. Demak, 600 ta deb javob berishingiz kerak. So'nggi savolda esa urug'lanishda qatnashmagan changdan hosil bo'ladigan urug'larning nechtasi kalta poyali deyilyapti. Urug'lanishda qatnashmagan changlar sonini topmoqchi bo'lsam, menda jami 2520 ta chang bor, uning 1512 tasi qatnashgan. Qatnashmaganini topmoqchi bo'lsam, demak 2520 dan ayirib tashlayman bu qiymatni. Demak, bu yerda yozib qo'yaman. Keling, 2520 ayrilgan 1512 ayiradigan bo'lsam, menda 1008 ta nima kelib chiqadi? Demak, urug' emas, bu yerda chang kelib chiqadi. Demak, bitta chang, bitta urug'. Demak, 1008 ta changdan 1008 ta urug' hosil bo'ladi. Sababi bitta urug'ning hosil bo'lishi uchun ikkita spermiya kerak. Bitta chang desa, ikkita spermiya bor. Shuning uchun to'g'ri bu 1008 ni urug' deyishim mumkin. Endi kalta poya va uzun poya teng bo'lgani uchun 1008 ni 2 ga bo'lib qo'yishim kifoya. Shunda menda 504 degan javob chiqadi. Demak, 504 tasi degan javobni bersangiz, umumiy hisobda qolgan savollarga ham to'g'ri javob bersangiz, mana shu masala uchun ajratilgan maksimal ballni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi.